Ikkidan ikkita bor, keyin oldiga qarab ketaveradi. Sal banga yurg'izib yuboring o'shalar. Hozir ana Instagramda hali ham trendda o'sha narsani fermer deb chiroyli muzika bilan boshlaydi-ku. Xuddi shunaqa. Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil 5-iyul kuni Toshkent viloyati Yangiyo'lga kelganmiz. Buqachalarimiz bor, semental bor. Xullas assortiment juda ko'p, xudo xolasa. Ya bir maza qilamiz. Do'stim fermasidan. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Keldingizmi? Zo'r Allohga shukr. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bugun nimalarni chiqarib beramiz aka? Har xilidan bor ekan, xudo xolasa. Sutdan chiqqan sementallarimiz bor. Hop. Ichida bitta limuzini ham bor ekan. Qani gol qoroli buqachalarimizdan ham bor, sutdan chiqqan. Shtaytapa? Ha. Bo'ldi, do'stlar videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, mana bular ishtaqalarni qarang. Mana yeb ichishlari zo'r aka. Bular hammasi sutdan chiqqan-a? Hammasi sutdan chiqqan, mutlaq shoxsiz varianti. Yana ustiga bitta pochka. 10 tami? Ha, 10 ta. O'zbekiston bo'ylab bepul dastlabki. Bularni qarang mana. Biz hech qanaqani Germaniya, Permaniyadan video qilmayapmiz. Qayerdamiz aka? Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani. Chamanzor mahallasi. Chamanzordamiz. Bo'ldi, ichidan bitta kirib ko'rsatdim, mana shular orqasida qarang nimalari bor. Qanaqa bo'lyapti o'zi, nima bo'lyapti? Yosh oyliklar aytib ketavering bularni. Yosh oyliklari 3,5 oylikdan 4,5 oylikgacha. Eng kichkinasi bittami, ikkita ekanda-ya? Ha. Avstriyskiy sementalli bolalar aka. Xitoydan, Antaliyadan, Bodrumdan kelgan mollar emas bular. O'zimizda O'zbekistonda tug'ilib o'sgan mollarning bolalari. Onalari sutga ishlaydigan fermerlar. Onalari sutga ishlaydigan. 100 sementalli bolalar aka. Bemalol kelib, mutaxassis doktorlar damkomi bilan kelib ko'rib olsin. Ya joni sog' bo'lsin. Bularning turishini qarang. Gap yo'q. Shunaqa kadrlarni ko'rsatish bizga ham. Bironta bir xayol surgani yo'q aka. Hammasi ko'ryapsiz. Badani zo'r. Mana bular sal so'ligan variantini ko'ryapsiz aka. Ko'rsatilyapti shunaqa holatda. Negativ sutdan ajrab yemga o'tgandan keyin mol bir qaytadi baribir. Ha, sutdan ovqat ko'tmaguncha. Ha, xolaymizmi, xolamaymizmi shunaqa. Mana tekisligi ham. Bir qo'ra qilib olishsa maza qilishadi aka. Bularga aka cho'zib o'tirmaylik. Ha, umbaraqas narxini aytamiz, sotamiz, xudo xolasa aka. Sotiladigan qilib aytaylik. Donabay qanaqa bo'ladi? Yo, optimga qanaqa bo'ladi? O'z bir joyga sal pul zaruratroq joyi bor. Bir joyda olishsa 25 million so'mdan qilib beraveramiz. Mana shularni? Bir joyda olishsa. Gap yo'q, 250 million bo'ladimi? Ha. Shunaqa bo'ladi. Hozirgi sut emadiganni ham aka 20 million yon yo'lda sotyapmiz. Ha, bir hafta. Endi misol uchun 10 ta sut emadigan olib mana shunaqa qilgungacha agar bittasi patera bo'lib ketib qolsa, kalla, dehqonni sho'ri quriydi. Molni ustiga minib ketaveradi baribir. Dehqonni sho'ri. Bular mana tayyor narsalar aka. Xudo xolasa olishsa maza qilishsa. Tanlab olishga 26 bo'lar. Nechi pulgacha qo'yamiz? Tanlab olasiz eng kichkinasini. 24,5 million so'mdan 26 million so'mgacha. Shu 24 ligini ham ko'rsatib ketaylik-da aka. Mana bunaqa orqalari pechat. Qani, mana bu kichkinamiz? Mana aka bittasi, mana bunisi. Mana? Ya 24,5 million so'm. Pul raqami 42 ekan buniki. Mana bu ham kichkinaroq shakl. Kichkina bo'lgan bilan sifatda gap katta, 25 million so'm. Ha, buni ham qilib beramiz aka 24,5. Mana do'stlar. Xullas aka, nima deydi? Maqsad sotish, bir joyda bo'shatish mo'ljal. Lekin donaga ham sotaveramiz. Bilasizmi, ani ikkita o'rtoq bitta bo'lib bo'lsa ham sotilaveradi. Qarang endi. Zo'r. Hozir bir joyda 25 dan qo'ydik. Dastlabkasi 12 viloyatga qo'yamiz. Qoraqalpog'istongacha. Qoraqalpog'istongacha. Foydalanadigan odam bo'lsa ham foydalanadi aka. Savdogar akalarimiz ham olib foydalana oladi do'stlar. Chunki mana shundoqlarni mana Instagramlarda, YouTube'larda hamkasblarimiz chiqarishyapti. Samarqandda, Buxoro, Xorazmda 30 millionga bermayapti, 28 qilyapti bozor deganlar juda ko'p. 25 millionni olib borib, menimcha keling savdogar emasda, dehqonni o'zi olib maza qilsa, semental ko'ryapsizlar-ku, har qanaqasiga hisobi bor, har qanaqasiga o'zini oqlayapti. Mana bular do'stlar. Boquvchiga ham любой odamga tushiradi aka, xudo xolasa. Shular bitta yurg'iz olamizmi bu yoqqa? Ha, aka. Shu oldidan haydab yuboring, ovqat yeyveradi. Ichida qo'mamda qo'ng'irlari ham bor. Gazalarni ham ko'rsatdik-da. Baq-baqalari har taraflama kelishib o'rgan aka mollar. Endi buni maqtib yurgan bilanchi aka, boqadigan odamga qiziq. Boqib ko'rgan, rezultatini ko'rgan. Ha, semental shirasidan maza qilgan akalarimiz. Shuni sotib bir uy-joy qilgan, mashina olgan. Shunaqa chorva shu odamlarga qiziq. Ana jonivorlarga qarang. Hammasi orqa oldi kelishgan. Yo'q bu.
Ranglari ham ha novot svetdan aka, ani rangi qizil bo'lsa semental bo'lib ketavermaydi. Mana jonivorlar. Qozog'iston, Rossiyadan kelmagan bular. Xotirjam. Ertaga zotga ham sotish oladi. Ha, любой время aka. Tur. Polvon tur. Tur. Shoshmalaring. Hammasi yo'q to'qol yo'q shoh kuydirilgan ekan. Ha, aka. Xudo xolasa jonivorlar bir-biriga ziyon yetkazmaydi. Mana uzunligini qarang, mana. Mana o'zingiz haqqoniy yozib keting-da, o'sha Instagramlarda ham ko'rasiz-ku, nechta pul chiqariladi mana shunaqalar. Boshqa yoqlarda. Xudoga shukr deyman, kanalimda shu Elmurod akam bilan chiqargan sigirlarimiz hammasi sotilyapti. Oluvchi ko'ryapti. Voy, sekin. Sifati yaxshi, puli yengilligi uchun Xudoga shukr. Olgan odamlar baraka topsin. Ilohim baraka topib, rahmat ukam deb baraka topdim deb yozib ketsa xursand bo'lamiz. Tullolari ham hammasi buzoq badandan buqa badanga o'tadigan holatlari zo'r. Mana. Bir qoqilgan, suqilgani yo'q-da, mana buni qarang. Mana bular yana yig'ilib oldi. Donaga 20? 26,5 dedimi? Yo, 25 bir joyga dedik. 25 bir joyga. Nechi pulgacha? 24,5 dan 26,5 gacha. 24-26. Ha, 24-26 ketaveradi aka. Maqsad sotish. Ha. Do'stlarga bo'shatish aka. Rostagasam aksiyaga tushib qoldi bular. Ha. Mana do'stlar. Bu birinchi etap tugasi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Sal kattaroq variant. O'tamiz aka ikkinchisiga. Bular o'shani yosh oyliklari qanaqa bular? Ma'lumotlarni aytib keting. Bular 8 oylik. 6 oylikdan 8 oylikgacha aka. Mana jon. Novotrang sementalmi? Ha. Bularda bitta oldingi pakalaynali buzoqlar deb bular. Limuzin? Limuzinimiz ham to'qolmi? Ha, to'qol. Tabiiy to'qol. Mana ularning kattaroq bo'lgan varianti. Ha, bular. Ha. Sifatlari zo'r aka. Yeb ichishi, tani joni sog'. Yemasa ichmasa mollarning badani bunaqa bo'lmaydi aka. Qani u yoqqa yursin-chi. Bularning ham shoxlari yo'q-a, qisqasini? Ha, shoxi yo'q aka. Yursan ham, yur. Yara yoqqa. Yaramas. Juda polvon mashinamiz aka. Mana. Zo'r o'zgaryapti. Endi cho'milmagani uchun sal ko'rinmagandir, lekin endi pardoz andosiz aka. Mana jonivorlar. Xo'p, bulardan aka 3 ta 4 5 ta. 5 ta bor ekan bunda. 29 milliondan davomimiz ozgina xayrini qilib beramiz. Limuzin ham ketaveradi, mami ham ketaveradi. Suv ketaveradi ichida. Mana shu 5 tani 29 dan olgangacha aka bunday narsa qilaylik-da endi. Pulidan o'tib berdi emasmi, bittani 35 ligi bor. O'shani qo'shib beramiz. Katta buqamizmi? Ha. Lekin uni o'zini ham sotaveramiz. Yakka o'zini ham sotaveramiz. Bir joyda olishsa, 6 tasini 29 dan qilib beraveramiz. Lekin yakka o'zi bo'lsa 35 million so'm. Ha, u kattamiz, u animiz. Mana do'stlar. Endi qarang, ham shu pul ichida ketaveradi aka. Kimdirlar mana shuni o'zini ish bil, bitta o'zini olaman deganga. Yakka o'ziga ham beraman 29 ga. 29 million. Dastlabkasini qilib bera olamizmi? Ha, aka. Albatta. Yashang aka. Maqsad mol sotish. Sifatli, ma'nili narsani sotamiz aka bilasiz. Endi shunda bular nech pulgacha bo'ldi? Donalabga 27 milliondan 30 milliongacha. Mana shu ikkalasi 60 million so'm mana bu ikkalasi. 30 dan a? Ha, 30 dan. Lekin endi buni anaqasiga ham qarang aka. Ha, chamadan katta. Men yondigacha katta. Bu ham 30 million so'm. 90 million uchalasi. 90 million. O'zbekiston bo'ylab dastlabki. Albatta. Qilib beramiz a? Qilib beramiz. Lekin sifati zo'r ma'nili mollar aka. Bir dona olsa ham sotilib beradi, aloqa hech qurishsin. Любой tanlab olsa 30 dan ketaveradi aka. Uchalasida, ha. 27 qaysi bir? Mana. Mana shunisi. 70-13. Mana oyoqlari, iliklari. Qani yurchi. Yedi ishni, iligi baquvvati shunisi. Yedi ishni sog'lig'iga javob beradi. Zo'r aka, tan joni sog'. Mana. Gap yo'q. Mana do'stlar. Bahrom aka, o'shalarni bu yoqqa haydab yuboring. Menga qarab yurib kelsin-da shular. Haydang aka. Mana do'stlar. Baqbaqalari ham zo'r aka. Ertagani uruqqa yetiltirib sotaman degan odamlar olsa ham, xudo xolasa zarar ko'rmaydi bundan. Ha, zotga sotaman. O'zini o'zi sotadigan mollar bular. Xudo xolasa aka.
Sementalli do'stlar, ana bir xillari oyog'i kaltaroq bo'ladi, bir xillarining oyog'i uzunroq bo'ladi. Unaqasi ham bor, bunaqasi ham bor. Xullas, semental kerak menga deganga muammo hal. Turidan ko'p xudo Ha, xohlasa. turidan ko'p mana. Qiziqqaniga Mana sutimizni qilib beryapmiz aka. Mana qarang, juda boshqacha aka mana shu mol. Neobычный rang. Ana noyobini bir boshqachasini boqaman deganlar bo'ladi-yu. Eng muhimi arzon yemishga o'tgan variant edi. Hadi men selos уже amchi boshlandi, selos so'rima. Biz ham yangi selos beryapmiz. Shuning uchun ikkitasini sal ichib ketibdi aka. Ha. Selosga bu bezarar, ana nima deydi, borini ichish kerak-da. Zo'r aka. Mana do'stlar. Endi kimdir buni boqadi aka, kimdir boshqachasini boqadi. Qiziqqan odamga tanlov bor. Ha. Dastlabkasi mutlaq tekin aka. Ana Shu aytilayotgan pulni ichida. ha, ortiqcha $1 sarflanmaydi. Necha buzakilar tashlash kerak? Bitta buzoq Mol yetib boshiga borish 2 milliondan, kattalariga 2 milliondan, mayda buzoq sotsa 1 milliondan tashlab berishadi. Qolganini uydan olib berishadi. Molni ko'rib tekshirib. yokida kartaga o'tkazib yuborishadi mol borgandan keyin. Bo'ldi, aka. Ana keling, ko'ring, misol uchun Xorazmdan keladigan bo'lsa, bitta odam 3 million so'm rasxod qilib ketadi, mana shuni kelib ko'rib ketishga. Ha. Jo'natganimiz qulay tushadi yoki bu odamga. Shunaqa aka. Endi kimga qanaqa aka? Avvalosi kelib ko'rib olishsa, 24 soat eshigimiz ochiq aka. Mana. Bo'ylari ham 1.10 balki oshudir. Endi bu bo'yi ham muhim emas, o'z sifatida hammaga. To'g'ri, ertaga misol uchun kichkina pulga olmayapsiz, umringiz o'tadi, vaqtingiz o'tadi, lekin maqsad nima? Yaxshi kunga yaratish bo'ladi. Mana shunday Greenford ham 27-28 da yoki 25 million hisoblang. 3-4 million raznisaga semental zo'rda, har qanaqasiga. Ha. Eng muhimi bularni 500-600 kilo to'xtab qolmaydi. Shunisi zo'r sementalli. Ko'ryapsizlar-ku bozorlarda. 900 kilo 1 tonna mensimayapti bular. Shuning uchun bularni qadri oshib ketib qoldi. Mana. Kichkinalarni ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz aka. Bo'ldi aka. Mana buni yurishini qarang. Xuddiki mana shunaqa yurmasa qonni to'ymaydigan variant. Mana qarang. Somon, kepi, endi nimalar bor? Beda. Aralashgana. Aqot. Ot. Ot aqqa. Ha jonivor. Yur. Sanam yur. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Xoniga 10 bosh. Aha. 2,5 oylikdan 3,5 oylikgacha aka. Kurutdan olganda olib yotishibdi, qarang. Mana jonivorlar. Bitta katta qo'chqori puliga buqacha qilib o'rishadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sifati, tani joni sog', yemasa ichmasa molli badani bunaqa bo'lmaydi. Mana bilan orqalarini qarang. Ha, korobkalari zo'r. 10 bosh buqa, bir joyda quyug'i suyug'i 14 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 14 da? 14 da. Noto'g'ri eshitmadingiz. 16, 17, 18 yo'q. Buni emadiganning o'zi 12 chiqyapti-da o'shanga. Xabar fake bo'lib qolmadimi deb. Mana jonivorlar aka. Xudo xolisi bir qo'ra qilib olgan odam baraka topadi aka. Chorva boqqan. Kichkinasi o'shami deyman mana? Ha, mana shakl. Ikkita. Bular aka o'sha oralikda, misol uchun 2,5 oyligidan ikkita bor. Keyin oldiga qarab ketaveradi. Salbanga yurg'izib yuboring o'shalar. Bir boshanda qizilidan ham bor aka. Ha, faqat ola qora bo'lib ketib Mana jonivorlar. Mana do'stlar. Hamma chorvasi ko'paysin aka. Iloyim, niyat qilgan. Mana boshini ko'paytiraman degan akalarimiz maza qilishadi, xudo xolisa. 3 ta agar katta bo'lqangizni sotgan bo'lsangiz, o'rniga 10 ta qila olishar ekanda. Hozir 140 millionga. Mana Shunaqa jonivorlar. bo'lyapti-da 3 ta bo'lqan. Formalariga e'tibor bering, uzunligi ham zo'r. Ertaga oxiri borib go'sht bo'ladimi baribir? So'ydirsa ham yaxshi kilo kelaveradi. Uzun mol toshayib tushiradi aka. Ha, tana kattaligiga. Endi bularni galishtin deydiganlarga nima deymiz? Bular ham galishtinning bir turi. Xo'p. Nemis katta go'sht, katta qo'pol variantlari bor, misol. Shularga искусственный urug' qo'yiladi, amerikanskiy. Shulardan tug'iladi. Aka, bitta savoldi, bular onalarini ko'rgansiz-a? Ha. Onalari ham necha kilolar keladi tri vazni? 700 kilodan 900 kilogacha. 4-5 qorinda tonnagacha chiqib ketadi. Ha. Faqat eblab boqa olayotgan odamda. Ha. Mana menga misol mana o'zingiz e'tibor bering yoki mana shu sutdan chiqqan buzoq. Mana hozir so'ligan holatni ko'rib turibsiz, orqalarini qarang. Odamlar buni bo'lmaydi deydi. Jaydardan ko'ra 10 chandon zo'r-ku. Mana. Sifatini qarang aka.
Jaydarni puliga parvoda biz ochadi shunda. Ha, oka. Mana shundoq jaydarlar necha Mana bo'lyapti buni hozir? qarang. Mana oka, baludek bo'lib yuribdi, qarang. Bu yemada qala? Ha, yemadi. Eng kichkinalari shular misol. Bu yoqqa yurg'izib yoki? Mana jonivor. Bularni endi oka, necha puldan necha pulgacha qo'yamiz 10 tasini? Xo'p, Kimdir donalar 13,5 dan 15 milliongacha ham qo'yaylik. 13,5 dan 15 milliongacha. xayrni o't beramiz endi. Ha. Mana 15ligi mana bu misol uchun. Kattalari. Bular Ha. batamom sutdan chiqqan ha? Ha, oka. Lekin bizcha oka, mana qarang. Общийda turadi-yu, beramiz. Nega siz bittasiga bermaysiz, mari yuradi. Ha. Sut hidini bilib qolsa yomon. Ha. Mana bunaqasi bor mana oka. Mol zo'r, sifati yaxshi. Mana orqalari ham baquvvatligini qarang. Boquvchining qo'liga borsa, duo qilib boqadi oka. Ha, xudo xolasa. Faqat shu mehnatidan qochish kerak emas-da bularni. Mol bilan yerralda bo'lmaydi, qisqa qilib aytganda. Ha, nima bersa shuni oladi. Ha? Nima bersa shuni oladi. Agar buni asfaltga boylab qo'ysangiz bo'ldi, shu Bu uradi borni bilan ham ish yo'qotasiz. bo'lmaydi. Mana jonivorlar. Buz butun tanjoni sog' yuribdi, o'sib oy kun o'tyapti oka. Buni qarang. Mana jonivorlar. Mana ikkita, to'rtta olishsa maza qilishadi. Semental qimmat degan akalarimiz uchun zo'r yechim. Oka, mol olaman degan odamga xudo xohlasa har xil turidan bor. Ha. Olib maza qurishadi. Kichkina yemadiganlari ham bormi shularni? Bir hafta 10 kunlik. Qilib beramiz oka. Telefon qilishsa bo'ldi. Ha, yuboraverayman. Do'stlar, ekranga nomer qo'yamiz. O'sha nomerni saqlanib qilib yozib qo'yinglar. Buzoqcha deb buzoqcha kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, ishinglar bituradi Alloh nasib qilsa. Yil 12 oy, hafta 24 kun. Ha, qarang, ana Voy, oka. mashalloh. Mana Fermer degan joyi xudo xolasa. Ha, shunaqa bo'ldi. Bir olishsa mana fermer bo'lib olishadi. Fermer. Ana. 14 milliondan olgan buqachalar yesinglarmi? Ha, bitta pochkaga ozroq qo'yishsa ish biturar ekan oka. Mana jonivorlar. Mana. Ular qarang. Bir-biriga mehribon buzoqchalar. Mana jonivorlar. 12 mingga boshini olishmasa, mana vashlarni olishsa oka, 1 yildan keyin xudo xolasa zo'rini olishadi mashinani. Mehnati bor. Ha. Og'zaki hamma gapiraveradi. Mehnatini uddalagan odam bo'ladi. Mana shuncha odam qilyapti-ku. Ha, qilyapti oka. Allohga tavakkal qilib odamni qarang, hammasi xudoga shukr, ro'zg'ori bu, glavnis. Hali Instagramda video chiqib ketdi. Chorva qilgan odam svetdan ham, gazdan ham qarzi bo'lmasa ekan degan. Shunaqa. O'shalar bekorga chiqmayapti-da. Shu yaxshi baraka topishyaptiki, Oka, bo'lyapti. sotib uy-joy qilgan odam qancha? O'g'ilni uylantirgan. Oldin molni sotib mashina olishardi. Hozir mashina sotib mol bosyapti hamma. Ha, o'zimiz ham katta buqalarni so'ydirib, mashinani puli bo'lyapti, salka. Ha. Oqlayapti deb bular, oqlayapti. Mashinada radarga tushasiz, kameraga tushasiz. Balam yiqilib qoldi deysiz. Ha, jonivorlar, ha, aylan, mavlani qarang mana. Baquvvatligini qarang. Toqqa, boqqa, любой joyga tushadi oka, любой iqlimga. Eng muhimi ana shumtaga jiyanlarimiz ichini ketqizib qo'yish ehtimoli kam, ne biladi? Ha, oka. Chunki Ermay qilib boqadigan narsalar. Mana. Ha, qarang. Ana jonivorlar. Mana. Bular hali tushunmaydi, ular qilardi. Endi mana yaqinlashyapti. Nima ekan endi hayot bilan tanishyapti. Xudo xolasa, yana bir 3-4 oydan keyin o'sha deyda qashlanib yotaveradi. Zo'r, kelaverasizlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l Chamanzordamiz do'stlar. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qolishingizdan chiqmasin. Kommentariy ochu. Like bosib, kommentariyada o'zingizlarni fikringizni qoldirib qo'yinglar, xudo xolasa do'stlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Niyat qilgan akalarimizga mana shunaqa chiroyli zagollarni qilib, ha, qo'lini bir chekkasiga. Ayniqsa musofirdan qaytganingizda ishxonangiz uyda bo'lsa. Oh, bunga nima yetsin, ha? Yangam bilan qara, xotin shu darajaga erishdik deydigan kunlarga yetkazsinglar. Bunaqa ishlar qilma. Sizlarga yaxshisini ko'rsatamiz. Chunki sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kavursin oka, dastlabki mutlaq tekin O'zbekiston bo'ylab. Yashang aka. Xudo bozoringizni bersin. Rahmat oka, kavursin. Film tugadi do'stlar. Videoni tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsa, aytib bermaysiz. Tamom.